Assalomu alaykum fermerlar, dehqonlar. Mana bugun Jamshid akam bilan gilos bog'iga keldik. Jamshid aka nimaga ayrim giloslarimiz yam-yashil yashnab turibdi-da. Yonida misol uchun barglari so'rib, qurishni boshlagan. Yonma-yon turibdi-yu, sababini bugun videolarda aytib ko'rsatib bera olamizmi aka? Assalomu alaykum. Avvalambor, hop, bugun gilos bog'iga kelishimiz o'zi asosiy sababi ham shu. Nimaga giloslar hozirgi kunda so'lib qolyapti? Buni sabablari nima? Bularga qanday tashxis qo'yiladi? Bu kasallikdan kelib chiqyaptimi yoki boshqa sabablari bormi? Ana shu to'g'risida ma'lumot bermoqchimiz. Endi bu kasallik eng avvalo ko'pchilik daraxtlarda rivojlanyapti. Bu fitoftoros kasalligi. Daraxtlarda ko'pgina daraxtlarda ildiziga zarar yetkazayotgan fitoftoros kasalligi bo'lib hisoblanadi. Fitopatogen kasallik bo'lib hisoblanadi. Endi bu kasallik to'g'risida aniq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Eng avvalo birinchi navbatda tashxis qo'yish. Qanday tashxis qo'yiladi? Shu to'g'risida gapirib o'tamiz. Undan keyin uni rivojlanadigan haroratlari, undan keyin unga qarshi kasallikka davolovchi preparatlar to'g'risida ham gaplashib o'tamiz. Kurash choralari. Birin-ketin, undan tashqari hosildorlikka qay darajada ta'sir qiladi, salbiy ta'sirlari qanaqa, shularni ham ma'lumotlarni berib o'rtoqlashib o'tamiz. Jamshid aka, qanaqa tashxis qo'ysak bo'ladi bularga? Hop, eng avvalo daraxt kuzatiladi. Daraxtlar kuzatib turib ko'riladi. Barglarning holati o'rganiladi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana sal uzoqroqdan ko'rsatasiz, ikkita yonma-yon daraxt turibdi. Bittasini barglari nisbatan so'limqirab turibdi, bittasiniki nisbatan yashnab turibdi. Bittasini rangi och yashilga kirgan bo'lsa, bittasiniki to'q yashil ko'rinib turibdi o'zi. Keyin barglarni hajmi jihatdan ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, misol uchun bular mana shakllanmay to'xtab qolgan bo'ladi. Eng avvalo mana shularga e'tibor beriladi. Mana kichkina daraxt bo'lsa ham barglari nisbatan katta-katta, yirik, ranglari ham tiniq. Bu katta daraxt bo'lsa ham nisbatan barglari maydalashib ketgan bo'ladi. Daraxtni o'zini shox barglariga, hosiliga kuchi yetmay qoladi. Shu jihatdan ham ajratsa bo'ladi. Keyin barglar e'tibor beradigan bo'lsangiz, shuni so'lib qolgan. Shuni pastga o'zini tashlab yuborgan. Egilib qo'ygan. Ha, egilib so'limqirab turibdi, egilib turibdi, o'zini qayta tiklolmayapti. Bu o'sha fitoftoros kasalligini asosiy simptomi bo'ladi. Xo'p, endi fitoftoros kasalligi qayerga tushadi degan savolni qo'yib olishimiz kerak. Fitoftoros kasalligi ildizda mavjud bo'lganligi uchun daraxtda umumiy o'ziga kuchi yetmayapti. Sababiki ildizga jiddiy zarar yetkazyapti. Daraxtlar borgan sari mana bu yerda ko'rsatishingiz mumkin. Qurib qo'ygan joylari bor. Naryoqda ham qurib qo'yotgan joylari bor. Mana qurib qo'yotgan joylari bor. Oldingi yilda mana qurib qo'ygan joylari bor. E'tiborli jihatlari shular bo'ladi. Ildizni o'ziga ekinni ildizi o'ziga kuchi yetmayapti, rivojlanishiga kuchi yetmayapti. Sababiki fitopatogen, fitoftoros kasalligini zamburug'i ekinni ildizidan zararlab kasallantirib ekinni quritib tashlayapti. Buni montajda rasmlarni ham ko'rsatib ketamiz. Qanaqa holatlar bo'ladi, buni qanday aniqlash mumkin, shular haqida ham ma'lumotlarni sekin montaj davomida rasmlarida ko'rsatib o'tib ketamiz. Endi qarasangiz, mana bitta daraxt so'limqirab turibdi, bitta daraxt endi boshlayapti, mana ko'ryapsiz. Uch-uchlarida barglari kuyganini simptomini beryapti. Bu asosiy o'sha tashxis qo'yayotganda e'tiborga molik jihatlari shu bo'ladi, e'tiborga olinadigan jihatlari bo'ladi. Sal nariroqda mana ko'ryapsiz, yana ham qurib qolgan daraxtlar. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz ko'rsatasiz, kadrda yaqinroq qilib. Undan tashqari mana yana qurib qolgan joylar bor. Ketma-ketlikda ko'rsatish ham mumkin bo'ladigan holatda mana ko'k bo'lib turibdi, yashil bo'lib turibdi, daraxt o'zi maza qilib o'syapti. Yonida mana qurib qolgan holatlari bor. Mana bunisi ham yashil. Qarang, birinchi yashil, ikkinchisi o'sha mana kasallangan och yashil, uchinchisi endi boshlanyapti. Mana barglardan, mana shu shoxlardan qarab e'tiborga olinadigan jihati. Uchinchisi ham mana so'limqirab turibdi. To'rtinchisi mana ko'k bo'lib yashnab turibdi. Bu fitoftoros kasalligining asosiy simptomlari bo'ladi. Xo'p, endi bunga yana qanaqa tashxis qo'yish mumkin degan savolni o'rtaga qo'yamiz. Eng avvalo qurib qolgan daraxtlardan boshlash kerak bo'ladi o'zi. Qurib qolgan daraxtlardan boshlaganda mana shu daraxtni ekiniga shikast yetkazmagan holatda kovlab turib, ekinni ildiziga
shikast yetkazmagan holatda kovlab turib, ekinni ildizlar o'rganiladi. Bu yerda kapillyar ildizlar, fitopatogen fitoftorozzi zamburug'lari buni zararlab tashlagan bo'ladi. Kapillyar mayda ildizlar kam qolgan bo'ladi. Asosiy ildizlar qolgan bo'ladi. Keyin ildizga e'tibor beriladigan bo'lsa, zanglaganni simptomini beradi. Zanglagan rangi ekin xuddi qo'l ildizimda ushlab ko'rsa, qo'lga zang yuqqanga o'xshagan simptomlar beradi. Bu mana shular asosiy simptomlar bo'lib hisoblanadi. Rangi ham xuddi metallar zanglab ketganni rangiga o'xshagan zangi tusiga kirib qoladi. Bu asosiy simptomlardan biri bo'lib hisoblanadi. Endi bu kasallikka yana boshqacha tashxis qo'yish mumkin. Hozir sizga yana olib kelib ham ko'rsataman. Mana so'lim qarayotgan asosiy shoxlarga e'tibor beriladi. Qurishni boshlayotgan shoxlarga e'tibor beriladi. Mana kelsangiz, mana bu yerda hozir sindirilgan joyi bor ekan. Terilari nisbatan mana jigarrang tusga kirib qolgan bo'ladi. Hozir uni sindirib ham ko'rsatamiz. Mana oralarni ko'ryapsiz. O'zi aslida bu joylar yashilga tortgan bo'lishi kerak edi, lekin jigarrang tortib ketib qolgan. Yo bo'lmasa oq, o'zaki qismi oq bo'lishi kerak edi. Jigarrangga tortib ketgan. Mana qorayib, terilari qorayib, yashil tusli joylari yo'q. Hozir mana bunisida ham ko'rsatishimiz mumkin. Mana asosiy qorayib ketgan, o'ziklari qorayib ketgan bo'ladi o'zi aslida, lekin oq bo'lishi kerak. Buni ham montaj davomida rasmlarni ko'rsatib qo'yib ketamiz. Bu mana shu asosiy tashxis qo'yish bo'ladi. Ana endi kasallik necha gradusda rivojlanadi? Uni minimali qanaqa, rivojlanishini minimal temperaturalari, haroratlari qanaqa, maksimal haroratlari qanday bo'ladi? Undan tashqari optimal haroratlari qanday bo'ladi? O'shalar to'g'risida ham batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. Eng avvalo ob-havo sharoitidan kelib chiqib o'rganiladi bu kasallik. E'tibor beradigan bo'lsangiz, o'rtacha harorat hozir bizni soat 3 bo'layotgan bo'lsa, 35 gradus, 35,2 gradus ko'rsatyapti termometrimiz. Bu endi bunga e'tibor berilmaydi. Tuproq temperaturasi o'lchanadi, chunki kasallik tuproqda rivojlanadi. Ildizga zarar yetkazayotganligi uchun mana kelib ko'rsatasiz. Tuproq o'lchaydigan termometrimizda 25,9 ni ko'rsatyapti. Bu hozir kasallikka optimal rivojlanishi uchun qulay bo'lgan sharoit. Ana endi minimal temperaturasiga to'xtalib o'taman. Minimal temperaturasi mana shu kasallikka rivojlanishi uchun tuproq temperaturasi, minimal temperaturasi 10 dan 12 gradus bo'lganda kasallik sekin-astalik bilan rivojlanishni boshlaydi. Bu tuprog'i temperaturasi bo'lib hisoblanadi. Minimal temperaturasi kasallik uchun rivojlanishi kerak bo'lgan harorat bo'lib hisoblanadi, tuproq temperaturasi. Ana endi optimal temperaturasi qanaqa bo'ladi desa, 20 gradusdan tuproq temperaturasi 20 gradusdan 30 gradusgacha bo'lganda. Shularning orasida ham necha gradus deb aytiladigan bo'lsa, 24-26 gradusda tuproq temperaturasi 26-24 ga chiqqanda kasallik jiddiy avj oladi. Undan tashqari qo'shimcha komfort sifatida kasallik yaxshi rivojlanishini yaxshi rivojlanib turib, ekinlarga jiddiy zarar yetkazishining asosiy sabablari sug'orilishi, tagida doimiy namlik bo'lib qolishi. Bu misol uchun ko'proq o'zi bahor oylariga to'g'ri keladi. Yog'ingarchilik ko'p bo'lganda kasallik tez o'zini ko'rsatadi. Hozir mana misol uchun yoz oylarida turibmiz, 27-iyun, lekin tuproq temperaturasini qaraydigan bo'lsangiz 25,9 bo'lyapti. Bu kasallik uchun optimal, juda maqbul sharoit bo'lib o'tganligi uchun kasallik rivojlanyapti. Ana endi maksimal harorat necha bo'ladi desa, 34 bilan 35 oralig'ida. Tuproq temperaturasi 34-35 bo'ladigan bo'lsa, mana shu oxirgi chegarasi bo'ladi. Undan yuqori haroratlarda rivojlanmaydi. Endi tuprog'i o'zidan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, tuproq tushunishim bo'yicha 35-40 gradus qizimaydi. Bu doimiy tarzda o'sha o'zini 30 dan past haroratini ushlab turadi. Bu bo'lsa kasallikka muntazam ravishda ekinlarga zarar yetkazishini ta'minlab beruvchi harorat bo'lib hisoblanadi. Endi hozirgi kunda bu kasallik qanday daraxtlarda uchrayapti degan savolni qo'yadigan bo'lsak, olmalarda uchraydi, noklarda uchraydi misol uchun. Ko'pgina daraxtlarda uchrayapti. Asosan ko'p o'zini simptomlarini tez namoyon qilayotgan bu gilos bog'lar bo'lyapti. Lekin tajribalarimizdan, bizga kelayotgan ma'lumotlardan, savdo do'konimizdagi dehqonlar bilan suhbatlarimizdan ma'lumki,
juda ko'p kasallik juda ko'p daraxtlarga mana shu kasallik tushib zarar keltirayotganini bizga ma'lum bo'lyapti. Ana endi boya aytib o'tdik, bu hosildorlikka qanday ta'sir qiladi degan savolni qo'yib olamiz. Bu kasallik hozir ko'pchilikda shu yomon kuchli muammo bo'lyapti, qattiq muammo bo'lyapti. Giloslarni endi pishiyotgan paytda, rang kirayotgan paytida lekin o'ziga kuchi yetmay qolib so'lib qolayotgan holatlari bo'lyapti. Ko'pgina dehqonlar, bog'bonlar mana shundan kuchli aziyat chekishyapti. Hosil terisha olishmayapti, yo bo'lmasa hosil o'sha daraxt o'zida qolib ketyapti. Bu hosildorlikka jiddiy mana shunaqa salbiy ta'sirlari bor. Hosili pishmay qoladi, daraxtni o'ziga kuchi yetmay qoladi. Erta bahorda kurtaklar ochilishidan, gulg'unchalar ochilishi boshlaganda daraxtlar kuchli rivojlanayotganga o'xshaydi, yaxshi o'sib rivojlanayotganga o'xshaydi. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin tuproq temperaturasi boyagi optimal haroratlarga yetgandan keyin kasallik kuchayib ketyapti. Daraxtlar jiddiy shikast ko'ryapti bu kasallikdan. Xo'p, ana endi bizni aytib o'tadigan asosiy ma'lumotlarimizdan biri bu kasallikni davolash vositalari. Bu kasallikni davolashda qanday vositalarga e'tibor beriladi, shular haqida ham ma'lumot berib o'tiladi. Eng avvalo agrotexnikaga e'tibor beriladi. Daraxtlarning teglari yumshatilinadi, chopiladi. Shu bilan birgalikda havo aylanishi ta'minlab beriladi. Havo aylanishi ta'minlab berilganda kasallik nisbatan kamroq zarar yetkazadi. Keyin davolash vositasi sifatida Argamika F Bionovatic kompaniyasini Argamika F preparati tavsiya etiladi. Chunki asosida Trichoderma aspergillum zamburug'i bor. U antigenik zamburug' bo'lganligi uchun fitopatogen zamburug'larga jiddiy zarar yetkazadi. Ularni to'g'ri o'ldirib, tuproqdagi bor patogen kasalliklarni hammasini, patogen bakteriyalarni, patogen zamburug'larni hammasini o'ldirib, tozalab, ekinni ildizini atrofidagi bor kasalliklarni o'ldirib tozalab, ekinni ildizini davolashga, daraxtlarning ildizini davolashga yordam beradi. Shu orqali daraxtlarimizni davolab olishimiz mumkin, o'zini holatiga qayta keltirib olishimiz mumkin. Ana endi davolash vositalarini qo'llab bo'lganimizdan keyin maxsus ildizlarimizni rivojlantiradigan preparatlar qo'llanilsa, preparatlar tagidan quyilsa, yo bo'lmasa barglariga sepilsa, ildiz yana qaytadan o'zini qayta tiklab olsa, ekin yana ham o'zini qayta tiklaydi. Undan keyin o'sha ildiz qayta tiklangandan keyin beriladigan ozuqalarni normal o'zlashtiradi va daraxt sog'lomlashishi kuzatilgan holatlari bor. Jamshid aka, menda bitta savol bor edi. Xo'p, Bu kasallik uchun qaysi mavsumda kurashishimiz kerak? Keyin trichodermani qachon qo'llasak bo'ladi? Argamika F preparatimizni qachon qo'llasak bo'ladi? Xo'p, o'zi eng avvalambor kasallikni o'sha boya aytib o'tdik, haroratlari to'g'risida gapirib o'tdik. O'rtacha tuproq temperaturasi 11 gradusga yetishi boshlaganda sekin astalik bilan o'sha Argamika F preparatini profilaktik tadbir sifatida ham qo'llasa bo'ladi. Daraxtlarni o'sha Argamika F preparati bilan sug'orsa ham bo'ladi. O'sha suvga aralashtirib turib, o'zini sarf me'yorlarini aralashtirib turib, sug'orib qo'ysa, ekinning ildizidagi atroflaridagi bor kasalliklarni o'ldirib tozalab, ekinni nisbatan sog'lom o'sishini ta'minlab beradi. Undan tashqari, o'sha boya aytamiz, tuproq temperaturasi qachonki o'sha 26 gradus, 20 dan 30 gradusgacha qizishi boshlaganda sekin-astalik bilan o'sha Argamika F preparatimizni bersak bo'ladi. Ana endi yana bitta shu kasallik bilan kurashish haqida gapirganligingiz uchun yana bitta qo'shimcha ma'lumot sifatida o'tib ketaman. Xo'p, aytaylik, bu asosiy kasallik deb hisoblasak, fitoftoroz, ildizdagi fitoftoroz kasalligini asosiy kasallik deb hisoblaydigan bo'lsak, unga yana yondosh ikkilamchi kasallik bor, sitosporoz kasalligi. Buni hozir topib ko'rsatamiz. Daraxtlardan yelim chiqib ketib qoladi. Yelim oqishi. Yelim oqishi holatlari ko'pchilik buni biladi, yelim oqadi. Bu sitosporoz kasalligi bo'ladi, asosiy yondosh kasallik bo'lib hisoblanadi. Endi daraxtlar misol uchun aytaylik, biror bir kasallik bilan kasallanib qoldi. Nafaqat fitoftoroz kasalligi, boshqa turdagi kasallik bilan ham zararlanib qoldi, kasallanib qoldi. Ana o'shanda yondosh kasallik bo'lib sitosporoz kasalligi rivojlanadi. Ana o'sha sitosporoz kasalligi bilan kurashish uchun ham
uni tushmasligini ta'minlash uchun ham oldindan kurash choralari trixoderma aspirillum mikroorganizm fitopatogenlarga qarshi antagonist zamburug' bilan kurash uchun ham o'sha Argamiki F preparatini quyib qo'yish tavsiya etiladi. Bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi hozir kelasiz, ko'rsatasiz. Mana shu yerda ko'rgan joyimiz bor edi. Kile oqqan joylari bor edi. Asonxonlikka kelib ko'rsatasiz. Mana bu yerda kile oqqan joylari bor. Mana hozir kile oqqani simptomlari shu mana shu sitosporoz kasalligining asosiy simptomi bo'lib hisoblanadi. Mana bu teparoqdan ko'rsatasiz. Asosiy simptomlardan bo'ladi. Bu mana ko'ryapsiz. Mana boya aytib o'tganimizdek, gloslarni o'ziga kuchi yetmay qoladi, hosil pishmay qoladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, hosil pishmay bu yilgi mana qurib qolgan daraxt, hosil pishmay joyida qurib qolgan, o'ziga kuchi yetmay qolgan. Bu asosiy simptomlardan biri hisoblanadi va hosildorlikka mana shunaqa jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, endi mana shu boyagi sitosporoz mavzusiga yana qaytamiz. Bu ikkilamchi kasallik bo'ladi. Kasallik kuchayib ketganligi uchun yondosh kasallik ham rivojlanib, ekinga jiddiy zarar yetkazganligini ko'rgan bo'lishingiz mumkin, ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Shu bilan beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Agarda berayotgan ma'lumotlarimiz foydali deb bilsanglar, mana shunday kasalliklardan aziyat chekayotgan fermerlarga, dehqonlarga jo'natib qo'yinglar. Ular ham shu videolarimizdan manfaat topishsin. Shu bilan birgalikda bizani Instagramda, YouTube'da, Telegramda kuzatinglar. Yana ham foydali va manfaatli videolar hali oldinda. Rahmat.